Hurmatli obunachilar, barra sezon boshlandi akalar. Mana bizning kanalimizda ham kuzatib boraysizlar. Bundan bu yog'ida barra qo'zilar chiqishda davom etadi akalar. Bugun tanlab yoqqanini sizlarga ma'qul kelganda olaverasizlar akalar. Pul arzon ser xaridor variantlaridan kelgan bugungi akalar. Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva YouTube ishqibozlari, barchangizga bugungi kun xayrli, barakotli bo'lsin akalar. Bugun 2026-yil hafta kuniga seshanba akalar. Xolosa 24-fevral kuni video syomkalarimizni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz akalar. Videoni boshidan laykni bosib turinglar. Buni narxi sizlar ishonmaydigan darajada arzon chiqadi akalar. Bugun xolosa mana shu qo'ylarda olib kelgan Boburjon akamizning xonadonlaridamiz. Aka, tuzumsiz? Jon, keling. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? 2026 yangilik qilib barralar deb. Barra sezon boshlandi aka, ko'rsating qo'yiladi. Mana akalar. Zot yo'nalishi, go'sht yo'nalishi, haqiqat qo'lga boqib sotaman desa ham bo'laveradi. Yosh lekin mazza qilib boqadigan zo'rlardan kelibdi aka bugunga. Dumboshlarni qaranglar, haqiqat. O'ta yirik. Arashani ham bor ekan bir dona. Bu qaranglar, haqiqat. Arashani ham ko'rib qo'ying. Shu yuzlaridan boshlaylik aka. O qaranglar akalar, haqiqiy qo'ydi. Zo'rini olaman deganlar akalar, bugun shoshila aloqaga chiqaverasizlar. Dumbar azizlarni qaranglar, hamma joy kelgan, zo'r ekan, dahshat ekan, haqiqiy. Yallagar bonuslar ham qo'ydi qaranglar akalar. Stoykalarga e'tibor berib qo'yinglar. Hammasi chiroyli holatda ekan. Hop, necha partiya qo'y chiqadi aka bugungi? Bir partiya ozgina, sozgina payga. Bir partiya ozgina, sozgina. O'z son 13 dona o'z bitta obunachingizga. Bitta obunachimizga da xolosa. Narx arzon bo'ladi aka bugun buni. Bo'ladi, xolosa. Akalar, barra qo'z olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz akalar. Hop, Bobur aka soni 13 donami? Ha, 13 dona. Haqiqiy zo'rlardan kelibdi bugungi aka, obunachilarga. Yiriklari. Ana. Shu qo'y bo'lib qolgan bu barralari, lekin qo'y bo'lib qolgan o'sha qo'chqar bo'lib qolgan. Xolosa yemni berib, ozgina yemga o'rgatib, mazza qilib boqadigan variantlardan kelibdi akalar. Hammasini ko'rib turibsizlar. Dumbalari ham kelishgan, tavsiya qiladigan holatda yaxshi qo'yiladi qaranglar akalar. Haqiqiy badani ham ancha, badani ham zo'r qo'yiladi. Sutga to'yib o'sha. Mana. Akalar sutga xotirjam yoradigan bo'ladi. Nima deydi? Sutga to'ygan qo'yni olaverish kerak. Nimaki? Haligi o'zgarishi ham yaxshi bo'ladi. Qarov yaxshi bo'lgan ekan aka qo'yiladi. Endi qo'zilar haligi vaquva tashagandan keyin bir so'lib oladi. Bu qo'ylar o'zi so'laydigan holat emas. Mana akalar yuruvni ham bittadan ko'rib qo'yinglar. Hammasi sog'lom holatda. Hop, akalar yosh oyligini nima deymiz? Bobur aka buni? Ular yosh oylik 3,5 oylik atrofida qo'zi. 3,5 oylik atrofida ko'rib turibsiz. Yoshlari oshcha katta emas. Mana shunaqa akalar qo'zi. Hali qo'ylarimda dumbaraz dezlarini hammasini ko'rsatib. Hammasi ketguniga yo'q jonivorlarni. Jonivorlar hammasi yuzlarini quloqni qaranglar akalar. Teng bo'lib qurbonlikka yemlab yuboraman degan obunachilarga ham tavsiya qilaverasiz. Tavsiya qilaveramiz. Hammasini quloq boshlari biz. Zo'r ekan akalar mana. Hammasini kalla boshlariga bittadan e'tibor berib qo'yaverasizlar. Haligi nima deydi bir bundaqqani yo'tal so'tali yo'q. Sog'lom hammasi. Akalar, ko'rib turibsizlar, hammasi zo'r holatda. Bo'yini nima deymiz aka buni? Bo'yni bir ekan, o'lchab ko'rsataveramiz. Sen o'lchab beraylik aka, real bo'lsin. Hop, Bobur aka bir qil o'lchab ko'rsataveramiz mana. Ha, gap isboti bilan bo'lsin. Mana akalar. Metr chiqqaniga o'zlari olishi olsin. Chichchagam 80 ekan, ha, 75 plyusga. 75 plyusga olishi olsin. 75 plyus akalar. Mana ko'rib turibsizlar, lekin qo'ylarni ham haqiqiy yemga tashlaydigan variantlaridan ekan. Ko'rib turibsizlar, hammasini dumbarazizdan bir qur ko'rmoqlar akalar. Zo'r ekan. Hop, pasini nechiga beramiz aka? Balandini 75-80 gacha olsin, novlari 80 chiqib qolsa kerak o'zi, katta ekan. Chiqadi mana shu. Aylantirib beraylik, qo'ydi bir qur ko'rsatib aka. Ana ko'rib turibsizlar, obunachilar mana shu telefon qilsalaring o'zlari Telegramdan ham o'lchab tashlab beradilar. Ustiga kelib gaplashamiz desalaring ham lakasalar. Yaqinroqda bo'lsa, lakasa tashlab beramiz. Tepasiga kelsak, tepasiga kelib ko'rsalaring ham bo'laveradi akalar, lekin telefonda boshqacha va ko'z bilan ko'rib o'ta sifat bo'lay narsa-da, misol mana shu qo'ylar o'ta kashtan, toza narsa. Rangini qarang. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin ko'z bilan ko'rgan boshqacha mana shu qo'ylar mana. Rangiga bilan laykni bosib qo'yinglar. Haqiqiy yaxshisini boqaman degan akalarimiz aloqaga chiqinglar. Yosh oyligini 3,5 oylik atrofida dedik aka buni. Buni endi bo'yini aytib o'tdik aka. Qiziq joyga keldik degan umiddaman o'zi. 13tasini bir tortarga bitta joyiga. Nech puldan beramiz aka? Mashina ham ketadi. So'mdan ketaveradi, mana shu misol
Tanlab olmayman shu. Hammasi bir tortarga bo'lsa. 4 million 700 Tanlab olishga plus minusini kelishamiz, lekin bir tortarga bo'lsa ketdi. Xayri bormi aka? O'tib berasizmi? Dastlabki Toshkentgacha, vodiy bo'ylab besplatni. Vodiy bo'ylab 5 besplatni. Tash qo'ylab bir yurgizib beraylik, chiroyli ko'rib olasiz. Oyoq yaxshilab ko'ring. oyoqlarini ham ko'rib olinglar. Yirik barra qo'y hali chiqqan yo'q, adashmasam. O'tib bering aka, dangal. 4 million 700 ming demang sal. Yo'q, barra. Pasaytirib bering narxini aka. Bo'ldi, yo'lida qilib o'tib beraman. 100 mingdan kam berishadi. 100 mingdan? million 600 mingdan. 4 million 600 danmi? Ha, ketaveradi bir joyga. Jonivorlar qaranglar akalar, haqiqiy ishqibozlar telefon qilinglar akalar. Rangi boshlari ham yaxshi holatda mana. Ozgina kuni sig'gandagi zo'rini olib tarbiyalab boqaman degan obunachilarimiz o'zi bitta obunachingizga. mana akalar sutga to'ygan variantlardan. Bunisi ham bo'lakcha variant. 2 oy bossangiz dollarda sotsangiz ham bo'laveradi akalar. Lekin mana shu ham ichida ketyapti akalar. Bitta olib qo'yinglar yutasizlar. 44 dan berishadi aka. Biz ham past so'ramaylik. Yo'q demang aka, kamayib ketmasin. Endi bunaqa yirik qo'zlarni tovib kelishim oson bo'lgan. Bo'pti, o'zingiz bilan chiroyli qilib o'tib bering aka. 46 dan yaxshi barim. 46 dan yaxshi. O'tib bersangiz yana ham yaxshi bo'ladi aka. Beraman qo'ylarni. Aka, ulug'ay ham kunda turibmiz. Duo qilib qo'yishadi hoji bolamiz. Bundayroq qo'ylar bo'lgan yo'q, faqat yiriklar yig'ildi qo'ydi. Hammasi menga sizlar. Bir partiya bir qo'ra kelgan. Bu yana haligi Teryapti deyishmasin. qo'ylarmi? Bitta cho'ponni qo'yganlar. Bir joydan kelgan. Sizni shumida ham bir joyda yuraveradi akalar. Olib qo'yinglar, xolosa telefon qilgan aka ukalarimiz ishi bitadi. Bo'pti, 50 mingdan qo'shib beramiz aka. Siz ham qattiqlik qilmang. 4 million 450 ming so'mdan dastlabkasini Toshkentgacha deyapsizmi? Keyin kichkinasi ham mana qo'ydi ko'ring, sifatini. Sifati ham. Badanini qaranglar akalar, haqiqiy. Xolos badanini ham ushlab ko'ring qo'ydi mana. Mana akalar, mana shu tepasida turibman. Badani ham zo'r, haqiqiy. Chiroyli holatda. Bunuslarni ko'ring. Yuzlarini qaranglar, yaltirayapti. Qo'yvarimcha aka, shaqat yuruvni ham yurib olsin. Jonivor. Hammasi da xolosa sog'lom. Bo'ldi aka. 4 million 450 ming so'mdan berishadi. Dastlabkasini qilib bering. Mono sariq ham ketadi omil ichida. Olib qolaman, boshqa haligi bo'lmaydi. Lekin tanlab olishga kelishamiz holatiga qarab. Bo'ldi, o'sha narxdan bering. Aka, video cho'zmaylik. 50 mingdan kam berishadi. 50 ming qilmang, 100 mingdan o'tib bering. Yana 4,5 dan tekis bir joyga dastlabkasini qilib bering. Yarashmayapti. 45,5 yemaydi aka sizga. Ulug'ay ham kunda ro'za iftorlik paytida duo barakasini bersin. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. 4 million 500 ming so'mdan. Barra qo'zilar akalar. Xolosa yaxshi holatda yirigidan olaman degan akalarimiz mana bunaqalaridan terib tanlab yoqqanini bittaga yetadimi pulingiz, ikkitaga yetadimi aloqaga chiqaverasizlar aka. Sotaverasiz bitta ham aka. Bitta ikkita tanlab olish sotaveramiz. Prosta misol qachga sotarkan deb texta oladigan obunachilar telefon qilgan qo'ymaylar. Telefon qilgan odam ishi bitta xudo xolasa. Mana akalar, haqiqiy. Endi har kimda sharoit har xil. Ko'rib turibsizlar. Misol kimdadir ikkitaga, kimgadir 3 tada, kimdadir bittaga sharoitingizga qarab olaverasizlar akalar. Sotaveramiz bitta bo'lsa ham. Hop, Bobur aka 4,5 millionga ketaveradi bir joyga. Toshkentgacha dastlabkasi bor. Toshkentgacha dastlabkasi bor. Bir hafta sinov muddati bilan bemejola sinov olishaveradi u. Akalar, hammasi chiroyli holatda. Yeb ichishlari ham sinovdan o'tgan, yana sinov olaverasizlar akalar, behijola. Xotirjam ko'ngil to'q qilib olishaveradi obunachilar. Hop, tanlab olishga telefonda kelishasiz aka. Bugunga shularmi aka? Bugunga shular ha. Telefon qilishsa ishni bitiraverasiz. Ish bitadi. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Yaxshisidan olaman degan akalar ham shoshilib telefon qilaverasizlar. Sonni 13 dona. Videoda oxiridan like bosib qo'llab-quvvatlab, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib turasizlar. Sizlar uchun video obzor qilishda to'xtamaymiz akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.